Voy, bolalarim kelishdi. Voy, bolalarim kelishdi. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? O'rtog'ing bu bayram ham kelmabdilar shekilli. Boyvachcha onani o'zlari. Ha, nima deysiz? Ishlar yaxshi bo'lib ketganda, onasini yo'qlaganiga men. Mayli xola, chiqing uyga. Xola. Xo'p, yaxshi o'ting. Voy, bolam qoti shekilli. Alo? Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, onam. Voy bolajonim, o'zingga ham muborak bo'lsin. Rahmat, onam. Onam, biz bugun borolmaymiz deb aytmoqchi edim. Keliningiz opa-singillari bilan yig'ilamiz deb va'da qilib qo'ygan ekan. O'shanga biz ham bojalar bilan shu bahonada bir ko'rishmoqchi edik, onam. Voy, juda yaxshi qilibsan-da. Seni ham xolalaring keluvdi. Bayram qilishib. Endi hozir maslahat qilib biz ham bir aylanganib bormoqchi edik. Bu senga aytgani xijolat bo'lib turdim bolam. Onam zo'r bo'pti-yu. Onajon, bo'lmasa men plastikingizga pul tashab qo'yaman. Voy, nima qilasan ovora bo'lib bolajon? Yo'q, ne unaqa deysiz. Mayli onam, yaxshi aylanib kelinglar. Ovora bo'lma. Tabrlab qo'ymoqchi edim bolalarini ham.